Assalomu alaykum. Aziz tandir o'choq ishqibozlar. Navbatdagi ishimiz Marhamat tumani Frunze degan joyda bo'lyapti. Polvon toshda yo'lida. Shu yerga ikkita qozonga o'choq zakaz tushgan. Shu ko'rayotganinglar 16 litrlik va 60 litrlik qozonlar joylashadi. Tandiri bor ekan, o'zlarining tandiri. Biz yoniga shu ikkita o'choq qurib bergan. Kelganmiz hozir mana. Usta bu ana. G'ish taqillatib urib o'tibdi. Marhamat Frunzedagi ishimiz ham tugadi. Pilis o'choqlarimiz hozir tortishlarni bir proverka qilib olsak. Yaxshi. Yo'llandik. Qizib ham qoldi-da. Videoga ham tortishib Qani bir kichkina qozonimiz o'chog'i. Xohlasa juda go'zal. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar.